Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan ko'ylak bichishni o'rganamiz. Ko'ylak bichishimiz uchun bizga o'lchovlar kerak bo'ladi. O'lchovlarni videoda ko'rganingizdek o'lchab olishingiz mumkin. Staple materialdan biz ko'ylak tikamiz bugun. Ko'ylak uzunligini olibdim 100 cm va uni tekis qilib chizib kesib olamiz. Melda chizsam ko'rinmadi, men ruchkada chizdim. Sizlar o'zlaringga qulay bo'lgan narsada chizishlaring mumkin. Bu juda ham ideal darajada emas, lekin odam uyda oson usulda ko'ylak bichish usulini men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman bugun. O'rta qismidan kesib olamiz va old qismini alohida, orqa qismini alohida qilib bichib olamiz. Materialimizni tekis qilib taxlab oldik. Endi birinchi bel uzunligimizni chizib olamiz. Bel uzunligimizni yarmi 19 cm. 19 cm belgilab, yana to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bu bizning proymamizni belgilab beradi, ya'ni qo'ltiq ostini belgilab beradi. Ko'p odam shu joyda qiynaladi. Qancha qo'ltiq osti proyma o'yindisini kichkinaroq qilsangiz, ko'ylak shuncha chiroyli chiqadi. Bu umumiy yelka kengligini 2 ga bo'lganimizda yelkaga 2,5 cm pastga qarab tushamiz. Birlashtirib olamiz. Ko'krak balandligi
ko'krak balandligini belgilab, bu yerda ko'krak oralig'ini 2 ga bo'lganimizda 9 santimetr bo'ladi. Yana to'g'ri chizig' chizamiz gorizontalga. Bu yerda biz vetichkani aniqlaymiz. 4 santimetr tashlab chizib olamiz. Bu yerda ko'krak aylanasini 4 ga bo'lib 4 santimetr qo'shib chiqqan sonni belgilab boramiz. Endi bu yerda ko'krak katta kichikligiga qarab belgilab olamiz. Men 1,5 santimetr tepaga, 1,5 santimetr pastga qildim. Chunki ko'ylagimizni chiroyli chiqishi uchun belgilagan chiziqlarimizni chizib olamiz. E'tibor bersangiz, vetichka borlik joyiga sal bo'rttiribroq chizdim, chunki birlashtirib tikilganda material qisqaradi. Etak qismiga kengayib ketadi. Belida vetichkasi bo'lmaydi bizda. Old o'yindisi 15 santimetrda qiyalatib chizib olganim videoga tushmoqda. Ko'ylagimiz dumaloq shaklda bo'ladi. Chiroyli qilib chizib olib, kesib olamiz. Yana cho'ntak qismi esimdan chiqmoqda. Keyin qildim, chizdim. Bu qo'l qayrilib turganda o'lchanadigan joy. Biz ko'ylagimizga qisqa qildik. Yana bu o'zlaringning xohishlaringga bog'liq. Qolgan joylarni sekin bitishni boshlaymiz. Old qismimiz tayyor. Ko'ylagimizni vetichkaga bulavka tiqib, orqasiga vetichkani o'tkazib olamiz. Chunki ikki taraflari juda aniq bir xil bo'lishi kerak. Mana ignachalar o'tgan joylarini ruchka bilan aniq-aniq chizib belgilab olamiz, chizib olamiz keyin. Vetichkani o'rnini birlashtirib, bulavka tiqa olamiz. Chunki bizga orqa qismini bichishda kerak bo'ladi. Cho'ntak qismini ham kesib olamiz. Mana endi orqa qismini ham bichishga keldik. Ko'ylagimiz old qismini ustiga qo'yib bichib olamiz.
e'tibor bersanglar, ko'ylagimizni orqa qismi oldi qismiga nisbatan proymasi, ya'ni qo'ltiq o'yindisi 1 santimetr kattaroq bo'ladi, 1-1,5 santimetr. Shuni ham e'tiborga olasizlar. Yana qolgan joylari bir xil bo'ladi. Chizib olib, keyin orqa tarafini ham bichib olamiz. E'tibor bersanglar, ko'ylagimizning old qismini ham, orqa qismini ham 1 santimetr chet tarafdan qirqib chiqamiz, chunki ko'ylagimiz tikilganda ikki yoni osilib qolishi mumkin. Endi yengni bichib olamiz. Men oldin yengni katta to'rtburchak qilib bichib olaman. Tagini bukib olganimizdan keyin yengni bichaman, chunki bir xil chiqadi yengingiz.